Videoda ko'rayotganingizdek, yigit qizni yuqoriga tortyapti. Qiz vahimada, qo'lini yonida ilontiribdi, chaqishga tayyor bo'lib. U o'ylayapti, nimaga meni tezroq tortib olmayapti? Lekin yigitning orqasini og'ir tosh bosib turibdi. Og'riq ichida zo'rg'a chidab turibdi va o'ylayapti, nega u o'zi ko'proq harakat qilmayapti? Men qo'limdan kelganini qilyapman-ku deya. Ikkalasi ham qiynalyapti, ikkalasi ham harakat qilyapti. Lekin biri ikkinchisining og'rig'ini ko'rmayapti. Hayotda ham shunday. Munozaralarda, ishda, oilada. Sen birovning hayotidagi bosimini ko'rmaysan. U esa sening ichingdagi og'riqni bilmaydi. Shuning uchun ayblashdan oldin to'xta. Hukm chiqarishdan oldin so'ra. Jahl qilishdan oldin tingla. Chunki har bir inson sen bilmagan va ko'rmayotgan jangni olib bormoqda. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozircha xayrlashamiz. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, keyingi videolarda ko'rishguncha.